Bu qiz dunyodagi eng boy malika. Uning oltin poyabzallari, oltin kiyimlari, zamonaviy avtomobillar to'plami va hatto brilliant aksessuarlar to'plami ham bor. U Ispaniyadagi qiymati 150 million dollardan ortiq eng hashamatli uyning egasi. Uning ismi Leonora va u Ispaniya qiroli Filip VI va uning rafiqasi Letisiyaning birinchi qizi. Uning merosi 900 million dollarlik kriptovalyutalar, 6 ta hashamatli yaxtalar, dunyo bo'ylab ko'chmas mulk aktivlari va 3 million dollarlik futbol klublari aksiyalarini o'z ichiga oladi. Uning Lamborghini, Bugatti, Rolls-Royce va boshqalarni o'z ichiga olgan avtomobillar to'plami 300 million dollardan ortiq kapitalga ega. Uning oilasining boyligi esa 200 milliard dollardan ziyod deb baholanadi. Agar sizda shunday boylik bo'lsa, uni nimalarga sarflagan bo'lardingiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Agar siz yuksalishni va biznesda muvaffaqiyatga erishishni xohlasangiz, bizning Telegram kanalimizda 21-asrning eng noyob asarlarini topishingiz mumkin. Telegram kanalimizga profil shapkadagi ssilka orqali o'tishingiz mumkin.